Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. 4-dars, 2-qism, 21-bet. Ayna Muhammadun? Muhammad qayerda? Huwa fil ghurfati. U xonada, xonaning ichida. Va ayna Yasirun? Va Yosir qayerda? Huwa fil hammami. U hammomda. Birinchi o'rganadigan masalamiz bugun arab tilida kishilik olmoshlari. O'zbek tili bilan qiyoslab o'rganishlikka harakat qilamiz, tushunish oson bo'lishligi uchun. O'zbek tilida kishilik olmoshlari 6 siyg'ada tuslanadi. Birinchi shaxs birlik men, birinchi shaxs ko'plik biz, ikkinchi shaxs birlik sen, ikkinchi shaxs ko'plik siz, uchinchi shaxs birlik u, uchinchi shaxs ko'plik ular. Demak, jami 6 siyg'a. Arab tilida ham kishilik olmoshlari bo'lib, ularga ad-domirul munfasil zamirlar deyiladi. Arab tilida birlik mufrat degani ko'plik jam degani va o'zbek tilidan farqli arab tilida ikkilik mavjuddir. Ikkilik tasniya degan. Va arab tilini yana o'zbek tilidan farqi jins kategoriyasini, ya'ni jins toifasi mavjudligidir. Erkak jinsi muzakkar, ayol jinsi muannas degani. Birinchi shaxs arab tilida mutakallim degani so'zlovchi, gapiruvchi ma'noda va birinchi shaxs o'zbek tilidan deyarli farqi yo'q. Erkak kishiga ham, ayol kishiga ham ishlatilaveradi. Ya'ni muzakkarga ham, muannasga ham birlikda ana men degani, ko'plikda nahnu biz degani. Ikkinchi shaxs xotob degani tinglovchi, eshituvchi ma'nosida va ikkinchi shaxs 6 siyg'ada tuslanadi. 3 ta erkak jinsida, 3 ta ayol jinsida. Anta bitta erkak kishiga ishlatilib sen degan ma'noda, anti bitta ayol kishiga ishlatib sen degan ma'noda. Antuma siz ikkingiz ikkita erkak kishiga, antuma siz ikkingiz ikkita ayol kishiga. Antum 3 ta va 3 tadan ko'p erkak kishiga sizlar degani, antumna 3 ta va 3 tadan ko'p ayol kishiga sizlar degani. Uchinchi shaxs arab tilida g'oyib deyiladi. U ham 6 siyg'ada tuslanadi. Huwa bitta erkak kishiga u degani, hiya bitta ayol kishiga u degani. Huma ikkita erkakka ham, ikkita ayolga ham ishlatilaveradi. U ikkisi erkak kishiga, u ikkisi ayol kishiga. Hum 3 ta va 3 tadan ko'p erkak kishilarga ishlatiladi. Ular degani. Unda 3 ta va 3 tadan ko'p ayol kishiga ishlatiladi. Ular degani. Demak, jami arab tilida kishilik olmoshlari zomir munfasil 14 siyg'ada tuslanadi. Kitob misollariga qaytsak, ayna Muhammadun? Muhammad qayerda deb so'ralgan edi. Muhammad bitta erkak kishi bo'lganligi uchun huwa fil ghurfati, u xonada deb huwa zamir bilan javob berildi. Va ayna Yasirun? Va Yosir qayerda deb so'ralgan edi. Yosir ham bitta erkak kishi bo'lganligi uchun huwa fil hammami, u hammomda deb huwa zamirni ishlatib javob berildi. Va ayna Aminatu? Va Amina qayerda? Hiya fil matbaxi, u oshxonada. Amina bitta ayol kishi bo'lganligi sababli hiya fil matbaxi, u oshxonada deb hiya zamirni ishlatib javob berildi. Diqqatimizni Amina ismiga qaratamiz. Ayol kishilarning ismlari mamnun minas sarf ismlardan. Ya'ni ayol kishilarning ismlari mamnun minas sarf toifadagi ismlar qatoriga kiradi. Mamnun minas sarf ismlar esa u tanvinni qabul qilmaydigan va kasrani o'rniga fatha bilan jar bo'ladigan ismlardir. Tanvinni qabul qilmaydigan ismlar deyilmoqda. Masalan, erkak kishilarning ismlariga, ya'ni atlariga nazar solsak, Muhammadun, Hamidun, Xolidun, Saidun, Abbasun, Aliyun barchalarining oxiri tanvin bilan tugallangan. Endi ayol kishilarning ismlariga, atlariga nazar solsak, Aminatu, Zaynabu, Fatimatu, Sofiyatu, Maryamu, Ruqoyyatu barchalarining oxiri tanvinsiz tugallangan. Sababi ayol kishilarning ismlari, ya'ni atlari mamnun minas sarf ismlar toifasiga kiradi. Mamnun minas sarf ismlar esa tanvinni qabul qilmaydigan ismlardir. Mamnun minas sarf ismlar yana kasrani o'rniga fatha bilan jar bo'ladigan ismlardir. Erkak kishilarning va ayol kishilarning ismlarini jar holatida ko'ramiz. Sallamtu ala Muhammadin. Sallamtu salom berdim ala Muhammadin, Muhammadga. Ala harfi jar, Muhammadin ismi majrur. Jarligi aslga binoan kasra. Sallamtu ala Hamidin, sallamtu ala Xolidin, sallamtu ala Saidin, sallamtu ala Abbasin, sallamtu ala Aliyin. Shuningdek, bu misollarning barchalarida harfi jar ala kelgan. Aladan keyin kelgan barcha erkak kishining ismlari oxiri ismi majrur, aslga binoan jarligi barchasiniki kasra bilandir. Endi mamnun minas sarf ism bo'lmish ayol kishining ismlarini jar holatda ko'rib chiqamiz. Sallamtu ala Aminata. Aminaga salom berdim. Ala harfi jar, Aminata ismi majrur. Jarligi kasrani o'rniga fatha bilan bo'ldi. Sababi mamnun minas
sarf ismlar jar holatda kasrani o'rniga fatha bilan jar bo'ladigan ismlardandir. Shuningdek, sallamta ala Zaynaba, sallamta ala Fatimata, sallamta ala Sofiyata, sallamta ala Maryama, sallamtu ala Ruqayyata. Bu misollarning barchasida harfi jar ala kelgan va aladan keyin kelgan ayol kishining ismlari ismi majrur jarligi kasrani o'rniga fatha bilan bo'lgan, sababi ayol kishilarning ismlari mamnun minas sarf ismlardan va ular jar holatda kasrani o'rniga fatha bilan jar bo'ladigan ismlardir. Demak, mamnun minas sarf ismlar tanvinni qabul qilmaydi, jar holatda kasrani o'rniga fatha bilan jar bo'ladi. Bundan bitta oldingi darsda harfi jarlar o'zidan keyin kelgan ismning oxirini jar qiladi. Jarning asli kasradir, lekin ba'zi ismlar kasradan boshqasi bilan ham jar bo'ladi deb o'rgangan edik. Jarning asli kasra, ammo mamnun minas sarf ismlarda jar u kasrani o'rniga kelgan fathadir. Va ayna Aminatu, bu misolda Amina ayol kishining ismi oxiri tanvinsiz. Aynal kitabu, kitob qayerda? Huwa alal maktabi, u yozuv taxtasining ustida. Va ayna saatu, va soat qayerda? Hiya alas sariri, u yotoqning ustida. Arab tilida jins kategoriyasi mavjud dedik. Shaxslarda erkak muzakkar bo'lib erkak jinsida, ayol muannas bo'lib ayol jinsida. Jonivorlarda ham shunday. Urg'ochisi muannas ayol jinsida, erkagi erkak jinsida muzakkar. Ammo joni yo'q, shaxs bo'lmagan narsa buyumlarda muzakkar va muannaslikni so'zga qo'shiladigan qo'shimchalar, alomatlar, belgilar orqali ajratib olamiz. O'sha belgilarning avvalgisi, birinchisi to'i muannasa marbuta. To'i muannasa marbuta u ha shaklida ustida ikkita nuqtasi bilan yoziladi. Mufrat birlik ismning oxiriga qo'shiladi, ismning muannasligiga alomat bo'ladi. To'i muannasa marbuta u ha shaklida ustida ikkita nuqtasi bilan yoziladi. Bu ta'rif baytun va shu kabi oxiri ta bilan tugaydigan ismlardan to'i muannasa marbutani ajratib olishlik uchun keltirilgan. Baytun, saatun ikkalasi ham oxiri talaffuzda ta bilan tugallanmoqda. Baytun, saatun bo'lib, saatunning oxirida talaffuz qilinayotgan ta muannaslikka alomatdir, chunki u to'i muannasa marbutadir. Baytunning ta'si esa u muannaslikka alomat emas, ya'ni so'zning ayol jinsida ekanligiga belgi alomat emas, chunki bu ta asli harfdir. Mufrat birlik ismning oxiriga qo'shiladi. Ya'ni ism birlikda bo'lishi lozim. Ko'plik ismning oxirida kelsa, u muannaslikka alomat bo'lmaydi. Masalan, abidun obid, ibodat qilguvchi so'zi, uning ko'pligi ibodat qilguvchilar, obidlar abadatun bo'lib ham keladi. Yoki zolimun, zolim so'zi, uning ko'pligi zolimlar, zolamatun bo'lib ham keladi. Bu ismlarning oxirida kelganda muannaslikka alomat bo'lmaydi, sababi bular ko'pliklardir. Muannaslikka alomat bo'ladigan ta'i muannasa marbuta mufrat birlik ismning oxirida keladi. Demak, ta'i muannasa marbuta ha shaklida ikkita nuqtasi bilan yoziladi. Mufrat ya'ni birlik ismning oxirida keladi. Va ayna saatu misolida soat birlik bo'lib va uning oxirida ta'i muannasa marbuta topilganligi uchun bu ismni muannas ekanligini bilib oldik va hiya alas sariri deb hiya zamir bilan javob berildi. Aynal kitabi misolida esa unda muannaslik alomati bo'lmaganligi sababli huwa alal maktabi deb huwa zamir ishlatildi. Bugungi darsdan qisqacha xulosa qilsak, arab tilida kishilik olmoshlarini o'rgandik. Ular zomirul munfasil deyiladi va ular 14 siyg'ada tuslanadi. Ayol kishining ismlari mamnun minas sarf ismlar qatoriga kiradi. Mamnun minas sarf ismlar tanvinni qabul qilmaydi va jar holatda kasra o'rniga fatha bilan jar bo'ladi. To'i muannasa marbuta u ha shaklida ustida ikkita nuqtasi bilan yoziladi. Mufrat birlik ismning oxiriga qo'shiladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.